Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu dunyoda rizqni o'zimizning holatibizga qarata bera. Chunki allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deya. Ya'ni men sizni bu dunyoda o'lik ham tirik holatda yaratdim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysig'iz xayrli amal ko'proq qila, qaysig'iz xayrli amalda o'zisha ham Rabbimiz Alloh taala biligiz. Shusha xayrli amallar sababli bizga rizqimizni orttirib bera. Shusha izgi ishlarimiz, izgi niyatlarimiz orqali Alloh taala bizning rizqimizning barakatini bera. Bor shunday mezgillar, qaysilari uchun Alloh taala bizning rizqimizni kiysa, Alloh taala o'zi saqlasin. Qay vaqt biz g'aybatga kiramiz, yolg'onlaymiz, kishi ustidan siylaymiz. Mana shusha riba masalan, harom rizqlar, harom mollar, alar barisi bizning rizqlarimizning kesiluvining sababi. Ham shusha rizqlarni kengaytirish uchun albatta biz shusha harom, noshar amallardan tiyilirga tiyish. Chunki harom mol ul kirirga mumkin. Nishik kirash ulay shig'irga mumkin. Chunki Alloh subhanahu wa ta'ala mana shushalar bilan bizni sinay ham biligiz. Agarda kimdir shusha harom rizqqa qiziga ekan, o'ylamag'iz harom ul do'ng'izg'ina deb. Yo'q, harom mol kishi haqin olu, faqirning haqin tortib olu. Aning haqin tortib olu narsa ul? G'ushiringni to'lamau, hatto masalan zakatingni chiqarmau, ul endi shusha faqirning, muhtojning haqin oluga kira. G'adatda shusha g'ushir masalasina kirganda ko'p kishi ayta, men endi gunohsiz, mening bir gunohim yo'q, mening o'zimniki o'zima, men Allohning haqini o'tab boram, mening bir nindi de gunohlarim yo'q, kishini ranjitmayman deb aytilar. Lekin qarag'iz, Alloh taolo shunday bir cheklov qo'ygan. Rabbimiz Alloh taolo o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan o'tirtgan barangilarni masalan aytik. Bizning bog'chamizga, o'zimizning bog'chamizga biz barangini o'tirtib qo'yamiz. Ham ana endi kimdir sug'ararga mumkin, kimdir shuvin o'targa mumkin, lekin yer ostida ko'pmi barangi o'sganini bilmaymiz. Mana beruvchi Alloh taolo. Ham shusha Alloh taolo bergan rizqni biz qozib olabizda, shusha barangini biz narsa ishlatirga tiyish. Agarda u 10 shilak chiqdi ekan, aning birsin biz muhtojlarga, faqirlarga berga tiyish. Albatta u ortgan sayin orta, masalan 10 shilak tugul 10 qopshiq yoki 10 tonna bo'lsa, aning bit 1 tonnisini berishga kerak. Mana bunday vaqtda albatta endi ko'ngilda azrak kiriga burilib bo'lirga mumkin. Lekin biligiz, mana shusha agarda sen o'z oilang bilan tobada 10 baranga pishirib oshading ekan, sen g'oshiringni chiqarmasang, 9i seniki, 10-chisi ul harom barangi bo'la. Ya'ni sen o'zingning tobanga bir kesak do'ng'iz eti salgan shekilli. Shunga ko'ra, mana buni endi anglarga kerak. Mana buni durust anglab, durust qabul etarga kerak. Ya'ni shusha harom degan narsa ul bizning rizqimizni kiysa, ul bizning rizqimizni shekli. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taala rizqimizdan barakatni ola, ham halal yo'l, halal ishlar bilan shug'ullanu. Qay vaqt bizning musulmon qardoshlarimizda men endi halal ish bilan ishlayim, halal yo'l bilan ishlayim, lekin men tilagan millionlar menga kirmi deb aytirga mumkin. Biligiz, halal rizq ul endi albatta Alloh taolaning barakati bilan balki ishilib kirmasa-da, lekin aning shukri bor, aning ne'mati bor, aning qadri bor. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taala aligi rizqni bizga o'zimizga tiyish qadargina bera.